ayol aziz muqaddasdir nozik xilqat hech shubhasiz. Amerikada yillik daromadingizdan to'lanayotgan soliqlarda qanday xatoliklarga yo'l qo'yapsiz? Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bu mavzu sizga ham qiziqmi? Qani ketdik. Mutaxassis bilan birga suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Amerikada yashovchi vatandoshlarimiz uchun 2026-yil mana boshlandi. Aynan yil boshida bilamizki, yashash uchun ham, faoliyat uchun ham birinchi bo'lib yil yakunidagi takslar, ya'ni soliqlar amaliyotga oshiriladi. Mana shuning uchun ham siz suhbatni bu yilgi suhbatimizni sizdan boshladik. Mana shu haqida sizga savollar bermoqchi edik. Bemalol. Odamlarga foydali ma'lumotlar beramiz degan umiddaman. Suhbatimizni o'zingizni tanishtirish bilan boshlasak, Mayli. vatandoshlarimiz yanada sizni yaqinroq tanishlari uchun o'zingiz haqingizda bir tanishtirib o'tsangiz. Ismim Nozika Talimova. Amerikada 10 yildan beri shu soliq sohasida ishlayman. Minglab vatandoshlarimizga, millatdoshlarimizga taks bo'yicha yordam berganman. Sifatli servislarimizdan ko'pchilik foydalanib mamnun bo'lgan. O'zim kelib chiqishim asli Qirg'izistonlikman, lekin ajdodlarim O'zbekistonlik. O'zbekistondan kelib o'shga yashab qolib ketishgan ekan. Shunaqa qilib o'zbek tilini ota-onamdan o'rganganman, uyda, og'zidan. Keyinchalik Qirg'izistonda o'qib yurganimda, endi biz o'zbek mahallada katta bo'lganmiz, urf-odatlarni saqlab qolganmiz, boshqa davlatda yashashimizga qaramay. Ko'pchilik aytardi, qiz bola nima qiladi o'qib, nima keragi bor, ertaroq turmushga chiqsin. Men bularga quloq solmasdan o'qishimga, shu ta'limga ko'proq e'tibor berganman va keyinchalik O'rta Osiyodagi eng kuchli universitetlardan O'rta Osiyodagi Amerikan universitetida bepul grant asosida o'qishga kirib, shu yerda qizil diplom bilan bitirganman. Undan oldin esa Amerikaga bepul grant yutib olib, Flex programmasi orqali kelib, shu yerda yashab, ingliz tilini yaxshi o'rganib, 1 yil davomida ketganman. Keyinchalik magistraturaga kirish orzuim bo'lgan Yevropaning eng kuchli universitetlariga, lekin ota-onam yoshing o'tib ketyapti, qo'y deb turmushga chiq deb turishib olishgan. Keyin ota-onamni roziligi asosida o'zlari tanlashib, surishtirib, men ham ko'nglimga qarab, sovchilar orqali turmush o'rtog'im bilan uchrashganmiz. Va biz magistraturamizni Yevropada, Vengriyada qilganmiz, moliya sohasida. Undan keyin xo'jayimga green cardga chiqib, shu yoqqa kelganmiz Amerikaga. Ya'ni turmush qurish to'yinglar Qirg'izistonda bo'lgan. Qirg'izistonda o'zbekona chiroyli qilib o'tkazganmiz kelin salomlar bilan. Judayam yaxshi. Vengriyadan so'ng Amerikaga aynan green card asosida kelgansiz. Shunaqa. Bu yerga kelganimizda tushunib yetganmiz, agarda Amerikada ko'karmoqchi bo'lsak, bir narsaga erishmoqchi bo'lsak, o'qishimiz kerak. Va er-xotin kichkina bolalarimiz kichkina bo'lishiga qaramay o'qishga qaror qilganmiz va ayni vaqtda qorin boqish kerak, ishlaganmiz ham ikkalamiz, kunduzi ishlardik, kech payt o'qirdik. Ikkalamiz ham o'zimiz sohamizda rivojlanishga qaror qilib, o'qib, yillar davomida shu yerda ham bu yerdagi buxgalterlar uchun eng oliy darajadagi bo'lgan litsenziya CPA, ya'ni Certified Public Accountant litsenziyasini olganman. Amerikaga kelganingizga hozirgi kunda necha yil bo'ldi? 9-10 yil bo'lib qoldi. Mana siz o'zingiz aytib o'tasiz-ki, Amerikada biron bir narsaga erishish uchun albatta o'qish kerak deb. Mana shu o'qish jarayonida ham o'qish, ham ishlash, ham farzandlar tarbiyasi, oila ro'zg'orini baravar yuritish qanchalik qiyinchiliklarga uchragansizlar shu davrlarda? Bu davrlar juda ham qiyin bo'lgan. Biz kvartiraga kirishimiz o'zi juda ham qiyin bo'lgan, chunki bu yerda daromadingizni tekshiradi, boshqasi tekshiradi. Undan tashqari ko'p yillar davomida biz matrasda даже uxlaganmiz, kravatimiz bo'lmagan.
ko'p qiyinchiliklardan o'tganmiz. Deylik, orada deylik, xo'jayinim ishsiz qolib ketgan, men ishlashimga to'g'ri kelgan yoki men ishsiz qolib ketganman, xo'jayinim ishlagan. Shunga Amerikada er-xotin ishlagani menimcha yaxshi, chunki bitta kompaniyalar xohlasa ishdan chiqarish bo'ladi, xohlagan paytda. Shunaqa qiyinchiliklardan o'tganmiz. Lekin shunga qaramay o'qishda davom etganmiz, o'zimiz ustimizda ishlashda davom etganmiz. Va men xohlagandim bir ishda ustasi bo'lishdi, o'zini yoqtirgan sohani ustasi bo'lishdi, keyinchalik odamlarga sifatli xizmatlar ko'rsatish uchun. Hozirgi eng malakali mutaxassis soliq eksperti darajasiga yetib kelish uchun 8 yillik, ya'ni o'sha ta'limni olib, kurashib, harakat qilib, bir-biringizni qo'llab-quvvatlab hozirgi darajaga yetib keldingiz. Nazokatxon, suhbatimizni davom ettirish jarayonida shu narsaga to'xtalmoqchi edimki, Amerikada soliqlar juda katta o'ringa va ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish. Masalan, O'zbekistonda oylik maoshlaridan har oylik ushlab qolinadi va bizda yillik daromaddan soliq olinmaydi, ya'ni O'zbekiston hududida, davlatida. Aynan Amerika Qo'shma Shtatlari o'zini shu taraflama ajralib turadi. Har bir inson, u oddiy shaxs bo'ladimi yoki biznes egasi bo'ladimi, har yilning yakunida yillik daromadining ma'lum bir qismidan davlatga soliq to'laydi. Mana shu soliq haqida ozgina vatandoshlarimizga umumiy tushuncha bersangiz, bu soliqlar o'zi nima uchun olinadi va nimaga ishlatilinadi? Amerikada soliq deklaratsiyangizni har yili topshirishingiz kerak. Lekin deylik, daromadda birarga limitlari bor, shundan o'tmagan bo'lsangiz topshirishni keragi yo'q. Masalan, deylik, W2 formasi bilan ishlagan bo'lsangiz, bu 15 mingdan ko'p topmagan bo'lsangiz topshirmasangiz ham bo'ladi, 15 ming atrofida. Lekin har yili mana vatandoshlarimiz keladi soliq topshirishga. 15-aprelgacha agarda deylik shaxslar bo'lsa, biznes egalarida bu o'zgarib turadi. 15-martda topshirish mumkin bo'lishi mumkin yoki 15-aprelda, va bu muddatlarda o'tkazib borishsa jarimalari katta bo'ladi. Shunga qilgan daromadingizga qarab soliq deklaratsiyasi to'ldirishingiz kerak, to'lovlarni qilishingiz kerak va buni iloji boricha mutaxassis bilan qilishingiz kerak. O'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Lekin agarda soliq qonunini bilmasdan soliq deklaratsiyadagi savollarga noto'g'ri javob berib qo'ysangiz, katta jarimalar kelishi mumkin. Aynan mana shu har bir shaxs yoki biznesdan olinayotgan naloglar, ya'ni soliqlar aynan shu shtatlarning rivoji uchun ishlatiladi. Men eshitishim bo'yicha ta'lim sohasiga ma'lum bir qismi yoki bo'lmasam o'sha nima deymiz, tibbiy yordam hozirgi kunda pullik, lekin baribir ma'lum bir qismlariga, yo'nalishlarga mana shu soliqlar tushgan, shaxslardan tushgan soliqlar aynan shtatning ravnaqi uchun ishlatiladi, to'g'rimi? Davlatdan yordamlar shularga, deylik, davlatning o'zining programmalari, yo'llaringiz, masalan, tekis bo'lishi, maktablar, kutubxonalar, nimaki masalan bepul qo'llanayotgan bo'lsangiz, ularning hammasi davlatning programmasi asosida shu soliqlaringizdan olib to'lanadi. Juda ham yaxshi. Hozirgi kunda bizni vatandoshlarimiz, yangi kelgan vatandoshlar buni juda ham ahamiyat kattaligini tushunishmaydi va juda ko'p xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Yana boya aytib o'tganingizdek, vaqtida soliq deklaratsiyalarini to'ldirmaslik holatlari yoki aksincha uni bilmaslik, yillar o'tkazib yuborish holatlari ham bo'ladi. Mana shunaqa xatoliklarga yo'l qo'yilganda qanaqa salbiy natijalar kelib chiqishi mumkin? Biz vatandoshlarimiz ko'p ko'rdik, deylik, soliq deklaratsiyasini o'z vaqtida topshirmay yoki soliqlarni to'lamay yurganligi uchun, masalan, davlat mana daromad qilyapsan ekan deb uyga xat yuboradi, mana shuncha soliq to'lashing kerak deb. Agarda o'zingiz topshirmasangiz, davlat siz uchun topshirishi mumkin va bunda ko'p imtiyozlarni qo'shmasdan
yuborishadi. Deylik, masalan, siz agar biznes egasi bo'lsangiz, sizga har xil imtiyozlar bor, yozishingiz mumkin bo'lgan. Unga bunga sarfladim, biznesim rivoji uchun desangiz, bularga soliq to'lamaysiz. Lekin siz soliq qilmadingiz, yurdingiz, davlat sizni orqangizdan keladi baribir. Sizga tegishli bo'lgan mol-mulklarni olib qo'yishi mumkin, bankingizni muzlatib qo'yishi mumkin. Даже qamoqxona jazosiga ham olib boradi. Deylik, bu yerda siz prezidentmisiz yoki bir katta aktrisami, farqi yo'q. Bularga aktyor, aktrisalar bor. Qamoqxonaga ham kirib ketgan. Deylik, takslarini yoki yolg'on ma'lumot bergani uchun takslarida yoki to'lamaganligi uchun. Shunga bu yerda qonun hamma uchun bir xil. Shunday ham yaxshi. Ya'ni aytmoqchizki, shu har bitta mana shu takslar, ya'ni soliqlar bizning vatandoshlarimiz fuqaro bo'ladimi, green card sohibi bo'ladimi yoki boshqa yo'nalishdagi status egalari bo'ladimi, juda ham muhim ahamiyatga ega. Sababiki uni kundalik hayotida ham shu uy oladigan bo'lsa yoki boshqa bir bizneslar ochadigan bo'lsa ham albatta soliq daromadlariga qaraladi, hattoki immigratsiya yo'nalishlarida ham. Shunaqa. Даже masalan o'zbekistonlik biznesmenlar Amerikada biznes qilayotgan, o'shalar ham daromad topganligi uchun bu yerda soliq to'lash kerak. Bu yerda farqi yo'q, immigratsiyon statusingiz qanaqa, daromad topdingizmi, takslaringizni topshirishingiz kerak, takslaringizni to'lashingiz kerak. Shu narsani men eshitdim, menga juda qiziq bo'ldi. Shtatlar o'rtasida ham mana shu takslar xilma-xil ekan. Hattoki takslari yo'q bo'lgan, ya'ni to'lovlari, taks to'lovlari yo'q bo'lgan shtatlar ham mavjud ekan. Texasga o'xshagan masalan. Biz Texasda yashayotganimizda yaqinda Ohioga ko'chib keldik. U yerda shtat daromad solig'i yo'q. Lekin Ohioda faqatgina shtat daromad solig'i emas, yashayotgan adresingizga qarab shahar solig'i bo'ladi, maktab solig'i bo'ladi, yoki county solig'i deb mahalliy soliqlar xilma-xil va bularni o'tkazib borsangiz ham, to'lamasangiz ham ertaga jarimalar keladi, xatlar keladi. Shuning uchun har bir Ohioda masalan yashaydigan inson adresiga qarab tekshirishi kerak. Qanaqa soliqlarni topshirishim kerak va qachon. Ya'ni qaysilarini topshirishim shart, qaysilaridan imtiyozli darajada bu farzandlari ko'p bo'ladigan bo'lsa yoki boshqa imtiyozlari bo'lgan holatda ozod bo'lishi mumkin. Agar bu narsaga jiddiy qaralmagan holatlarda o'sha pul jarimalari ma'muriy javobgarlikdan hatto jinoiy javobgarlikkacha ham tortilishi mumkin. To'g'ri. Bu narsalar hattoki statusga ham ta'sir qilishi mumkin. Statusga masalan intervyuga kirishdan oldin ham bizga ko'pchilik murojaat qilishadi. Takslarimni to'g'ri qilib bering, kirayotganda hech qanaqa xatolik bo'lmasin. Chunki bu statusiga, intervyusiga, keyinchalik green card yoki pasport olishiga juda ham katta ta'siri bor. Katta ta'siri bor. Hozirgi kunda mana biz bilamizki, har bitta sohada, ayniqsa Amerikada o'zini mutaxassisini aynan yo'nalishi bo'yicha haqiqiy mutaxassislarni topish oson ish emas. Shunga qanaqa maslahat va tavsiyalar berardingiz, ayniqsa yangi kelgan vatandoshlarimizga? Afsuski, biz bozorda taks ishini qilayotgan, o'zini buxgalter deb hisoblaydigan odamlar juda ham ko'p. Va hech qanaqa soliq qonunini o'qimasdan, hech qanaqa litsenziya olmasdan, tajribasini oshirmasdan, pul ilinjida bu sohaga kirganlar afsuski o'zbeklarimiz ichida juda ham ko'p. Va imенно shular ko'p holatlarda xato qilishib qo'yganligi uchun keyinchalik odamlarga xatlar keladi, katta-katta jarimalar keladi. Va afsuski bu vaziyatda siz meni buxgalterim xato qilgan, javobgarchilikni olsin deya olmaysiz, chunki javobgarchilik sizni bo'yningizda bo'ladi. Soliq deklaratsiya chunki sizning nomingizdan toshirilgan. Shunga e'tibor berishlari kerak. Birinchidan CPA yoki EA litsenziyaga egami? Bu degani bu faqatgina litsenziya qog'oz emas, bu buxgalteringizni soliq qonunini chuqurdan bilishini isboti bo'ladi. Va ikkinchidan tajribasi bo'lishi kerak. Ko'p yillik tajriba, yaxshi kuchli mutaxassisning qo'lida tajriba orttirgan odam ko'p narsani o'sha ko'rgan bo'ladi. Va uchinchidan davlat tekshiruvlar bilan
ishlagan mutaxassis bilan ishlasangiz, bu juda ham foydali, chunki ertaga masalan tekshiruvga tushib qolishingiz mumkin. Xohlagan odam davlat tekshirishi mumkin. O'sha vaqtda sizni himoya qila olishi kerak buxgalteringiz. Agarda bu narsalar bo'lmasa buxgalteringizda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman, chunki yana bu yil to'g'ri, o'tgan yil shunaqangi vaziyatlar bo'ldi, soliq deklaratsiyasini noto'g'ri to'ldirganligi uchun yoki noto'g'ri ma'lumot berilganligi uchun deport bo'lib ketgan odamlar ham bo'ldi. Vatandoshlarimiz orasida pasportini olib qo'ygan keyslar ham bo'ldi. Shunga bu juda ham jiddiy qog'oz, davlatga ketadigan qog'oz. Shunga mutaxassis tanlayotganda ehtiyot bo'lib tanlashlarida maslahat beraman. Ya'ni soliq deklaratsiyasini to'ldirayotganda o'sha haqiqiy mutaxassislarga murojaat etish va uni to'g'ri to'ldirish tavsiya etiladi. Mana shu o'zingizni CPI litsenziyangizni olish qanday kechdi jarayonlar? Qiyin, to'g'risini aytaman, chunki bu ekzamenlari juda ham qiyin. Даже amerikansklar o'zi ham qiynalishadi, chunki qonunda terminologiyasi, o'zining so'zlari haqiqatan qiyin. Shunga ayniqsa kichkina bolam bilan ekzamenga tayyorlanish ishdan keyin juda ham qiyin bo'lgan. Lekin shunga qaramay oxirigacha harakat qilganman. Xo'jayinim ham qo'llab-quvvatlagan bu yo'lda. Shu 8 yil umrim shunga ketgan va 2 yil davomida ekzamenlar topshirganman. Demak, bu imtihonlardan nafaqat bizni vatandoshlar, hattoki amerikanchilar ham topshirib o'tolmay qolish holatlari ham kuzatiladi. Men bilan ishlagan kollegalarim, amerikanchilar ham ko'pchilik haligacha topshirish olmadi. Qiyin. Juda ham yaxshi. Biz bilamizki, 2025-yilda shundan xabar topdikki, 2025-yilda eng yaxshi soliq eksperti va accounting deb topildingiz. Sizga sertifikat ham berildi. Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Biz endi ishimizni nafaqat sifatli qilamiz, chin dildan odamlarga yordam bergim keladi. Chunki har xil vaziyatlarni ko'raman. Masalan, bir vatandoshimiz 500 million jarima olgan. Bu yerda qanaqa qilib 500 million jarima to'layman? Bu yerda mayda bolalarim bor, ayolim ishlamaydi, oila boqishim kerak, nima qilaman deb shunaqa kelgan vaziyatlar ham ko'p bo'lgan. Katta-katta jarimani olib, biz bularga bajonidil yordam berganmiz. Va bizni shu rostdan ham ishini ustasi va odamlarga rostdan ham yaxshi sifatli servis ko'rsatadigan va chin dilidan ish qiladigan mutaxassis deb tanlashibdi, ovoz berib biz juda ham xursand bo'ldik va buning uchun sizlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Demak, bu sizga berilgan mukofot ovoz berish orqali, ya'ni aniqlab bu mukofot sizga berildi. Shunaqa. Mana shu mukofot bilan albatta tabriklaymiz. Rahmat katta. Yana shu savolni bermoqchi edimki, mana hozirgi kunda ayol business lady sifatida hozirgi kunda mana shu o'qish, ishlash, faoliyatni yuritish qanchalik qiyin va uni qay darajada amalga oshirish mumkin? O'zimizning vatandoshlar, ayollar uchun tavsiyalaringiz. Qanday erishsa bo'ladi bu natijalarga? Agarda odam rostdan ham xohlasa, xohlagan maqsadiga erishsa bo'ladi. Lekin shunisini aytaman, ayollar uchun tadbirkorlik bu juda ham qiyin. Lekin qilsa bo'ladi, chunki biz ustimizda baribir uyda ishi, bolalarning tarbiyasi, hamma yo'qqa ulgurish kerak, udobron bo'lish kerak, vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak. Ertalabdan 6:30 dan kunim boshlanadi, bolalarni maktabga tayyorlash, undan keyin ertamanda plan qilib olaman. Bugun nima ishlar qilaman? Mancha soatni masalan o'qishga bag'ishlayman, mancha soatni ishimga, mancha soatni bolalar tarbiyasi. Vaqtdan iloji boricha soatlab unumli foydalanishga harakat qilaman. Bizning menimcha hozirgi davrda ko'p vaqtimiz yeydigan bu social media, Instagram, Facebook. Shularda iloji boricha limit qo'yishga harakat qilaman, qancha o'tiraman. Va qo'ygan rejalarimni har kuni bajarishga harakat qilaman. Agar time management, ya'ni vaqtni to'g'ri taqsimlasa,
hamyoqqa ulgursa bo'ladi. Ulgursa bo'ladi. Katta yutuqlarga erishgan ayollar orqasida kuchli erkaklar turadi deyishadi. Shunaqa. Bu qanchalik to'g'ri? Shunaqa, xo'jayinimga turmushga chiqish vaqtida xo'jayinim aytgan, xohlasangiz magistraturangiz qiling, xohlasangiz doktoranturangiz qiling. Men ayolimdan faxrlanib yurishni xohlayman deb. Va shu davomida magistraturani qilayotganimda ham, litsenziyamga tayinlanayotgan vaqtda ham deylik, masalan, ekzamenim bo'lgan, ekzamen tayinlanishim kerak, shu vaqtda bolalarga qarashib, yana deylik, uy ishlariga qarashib turishgan. Xo'jayinim sog' bo'lsin. Va deylik, o'zidan ayoli aqlli bo'lib ketishdan qo'rqmagan. Naborot, qanchalik ko'p narsaga erishsangiz, men bundan faxrlanaman deb haligacha faxrlanadi. Siz hayotda nafaqat green card lotereyasi, hattoki turmush o'rtoq lotereyasini ham yutgan ekansiz. Juda omadli ayollardan ekansiz. O'qitaman deganligi uchun turmushga chiqaman. Juda ham yaxshi, baxtlilarga, oilalarga ko'z tegmasin. Hozirgi kunda bir oilani bekasi sifatida nechta farzandingiz bor? 2 qiz, 1 o'g'il. Ularning tarbiyasini ham bir paytda, demak, olib bormoqdasiz. Bolalar tarbiyasi juda ham ahamiyatli. Va balans qo'yishga harakat qilaman. Ishdan bo'shadimmi, har kuni vaqtimiz bor, oilaviy vaqtimiz, kitob o'qish vaqtimiz, dunyoviy va diniy ilmlarga vaqt ajratish. Chunki bolalarimning tarbiyasi bu mening yuzim. Shuning uchun men bunga juda ham ahamiyat beraman va e'tibor beraman. Hozirgi kunda qarang, vatandoshlarimiz orasida shunday savollarni ham eshitib qolaman. Masalan, hozirgi kunda taksni o'ziga yarasha turlari bor. O'sha shaxsiy taks deyiladi, shaxs taksi yoki bo'lmasam family, ya'ni oilaviy qilinadigan taks yoki single taks deyiladi. Ko'proq vatandoshlarimizga qaysi birini tavsiya eta olasiz? Qaysi birini qilganliklari yaxshiroq? Oilaviy. Chunki oilaviy taks qilinganda imtiyozlar ko'proq bo'ladi, kreditlar ko'proq bo'ladi, davlatdan olish mumkin bo'lgan. Agarda o'sha alohida qilinsa, birarga imtiyozlar, kreditlar yo'qolib ketadi. Lekin masalan nimaga e'tibor berdim? Biznikilar baribir oilaviy qilishga harakat qiladi. Amerikanslarda alohida qilishni ko'p ko'raman, chunki masalan ayol yoki eri daromadini birga aralashtirgisi kelmaydi va taksini to'lashni xohlamaydi. Masalan, kim ko'proq taks topsa, kim ko'proq daromad topsa, o'sha odam ko'proq taks to'lasin deb bo'yniga olgisi kelmaydi. Chunki siz agarda billa taks topshirsangiz xo'jayingiz bilan va o'rtada bir taks chiqdi, soliq 5-6 ming dollar, ertaga xo'jayingiz to'lamay qolsa, bu siz bo'yningizga keladi. Shu javobgarchilikni olgisi kelmaydi ular. Agarda shu javobgarchilikni olishni xohlamasangiz, alohida qilsangiz ham bo'ladi. Demak, bizning vatandoshlarga baribir birgalikda oilaviy, chunki bizda millatimiz an'ana urf-odatlarimizga ko'ra karmon bitta. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Hozirgi kunda sizga vatandoshlarimiz murojaat qilishadi. Aynan mana shu soliq deklaratsiyalarini to'ldirish bo'yicha eng ko'p qaysi xatoliklarga yo'l qo'yishadi? Bizni vatandoshlarimizda ko'p ko'ramiz, davlatdan pul olishni juda ham yoqtirishadi. Noqonuniy bo'lgan keyslarda ham olib bering deb turib olishadi. Lekin buni oqibatlarini tushunishmaydi. Masalan, deylik, bolangiz agarda Amerikada 6 oydan ko'p yashamagan bo'lsa, siz masalan davlatdan katta pul ola olmaysiz. EITC degan kredit bor, buni olishingiz to'g'ri emas. Bu yerda 6 oydan ko'p yashagan bo'lishi kerak. Va birarlarda masalan ayoli bolalari bilan O'zbekistonda bo'ladi, o'zi bu yerda ishlayotgan bo'ladi. Demak, bolalarini qo'shib shu pulni olgisi keladi. Lekin bu noqonuniy. Biz bunaqa keyslarda olib bermaganimizda boshqa buxgalterlarga borib olishgan va undan keyin katta jarimalar olishgan. Shunga agarda qonun doirasida to'g'ri kelsa, biz ham davlatdan pul olib beramiz. Faqat bu qonuniy bo'lishi kerak. Chunki kelajakda bu sizni immigratsion statusingizga ta'sir qiladi, deport bo'lib ketishingizga ta'sir qiladi, katta jarima olishingizga ham ta'sir qiladi. Mana shu
soliq deklaratsiyalarini to'ldirayotgan paytingizda shu narsa ham borki, soliq deklaratsiyasini to'lash natijasida hattoki fuqarolarga, vatandoshlarimizga qaytgan holatlari ham ma'lum bir qismi qaytish holatlari ham bo'lgan. Ana shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Ko'pincha buxgalterlar o'ylashadi, soliqni kamaytirishdi va davlatdan ko'p pul olishdi. Bitta siri bu ko'proq xarajatlar yozib, bo'rttirib yozish. Yo'q bo'lgan xarajatlarni ham. Lekin qonunda yaxshi o'qib chiqqan, chuqurdan bilgan buxgalter qonunni to'g'ri ishlatib, soliqlarni qonuniy yo'llar bilan kamaytirishda yo'llari ham ko'p. Va masalan, nimaga boylar yoki deylik Trump shunga o'xshagan biznesmenlar kamroq soliq to'lashadi? Chunki ularda kuchli buxgalterlari bor, CPA'lari bizga o'xshagan. Ularga qonunda rejalashtirib, qonunda kamaytirish yo'llarini, to'g'ri yo'llarini ko'rsatib berishadi. Masalan, bizning keysimizda o'tgan yili bir akaga $55,000 qaytgan pul. Bu qonuniy. Chunki yil bo'yi davomida taks to'lagan va shu borada biz deylik, masalan, qonunda har xil yo'llar bor, amortizatsiya yo'llar, shu to'g'ri metodlardan foydalanib kamaytirganimizda, ya'ni qonun darajasida kamaytirganimizda va qaraganimizda yil bo'yi davomida ko'proq taks to'lagan va shuni davlatdan qaytarib berishlarini iltimos qilganmiz, davlatdan o'sha pulni qaytarib olgan. Даже men kattaroq CPA kompaniyada ishlaganimda bir odamga 3 milliondan ko'proq ham pul qaytgan. Shunda hayron qolganman, qanaqasi bunaqa bo'lishi mumkin deb. Chunki u odam yil bo'yi davomida ko'proq soliq to'lavergan. Demak, soliqqa o'sha ko'rsatilgan ko'rsatkichdan oshig'i bilan to'lagan. Shu holatda yoki deylik kam daromadli bo'lsangiz va dokumentlaringiz to'g'ri kelsa, bolalaringiz bo'lsa, shu holatlarda ham davlat sizga qaytib beradi. Sizga murojaat qilayotgan nafaqat vatandoshlarimiz, ya'ni soliq deklaratsiyasini to'ldirib berish uchun emas, balki hattoki shuni to'ldirib berish jarayonida ham buxgalterlar qaysi xatoliklarni qilishyapti? Biz buxgalterlar orasida vatandoshlarimizni aldayotgan buxgalterlar ko'p ko'ryapmiz. Masalan, deylik, men davlatdan sizga mancha olib berdim, qaytdim, menga mancha foizini bering desa, siz buxgalteringiz noqonuniy ish qilyapti. Bunaqa deyishga umuman haqqi yo'q. Siz bir buxgalterga ishingizni qildirmoqchi bo'lsangiz, oldindan bir summaga, bir narxga kelishasizlar va bu summa o'zgarmasligi kerak, qancha pul qaytishdan qat'iy nazar. Bu narx o'zgarishi mumkin. Masalan, deylik, ishingiz qiyinroq bo'lsa, ko'proq vaqt talab qilsa. Atak sizga ko'p pul olib beryapman, menga mancha bering deyishi to'g'ri emas va noqonuniy. Juda ham yaxshi. Hozirgi kunda Nazokatxon mana 8 yil shu yerda Amerikada tahsil olib, hatto Yevropalarda ham o'qib kelib, juda katta bilimlarga ega bo'ldingiz, tajribalarga ham mana yildan yilga ega bo'lib boryapsiz. Hozirgi kunda shogirdlar yetishtirdingizmi? Shogirdlaringiz bormi yoki oldingizga kelajakda maqsad qilib qo'ydingizmi? Qandaydir o'quv qo'llanmalar chiqarish, shogirdlar tayyorlash yoki o'quv kurslarini tashkil qilish? Menga ko'p murojaat qilishadi, shogirdlikka olasizmi deb va men bundan juda ham xursandman. Kim uchundir bir motivatsiya bo'layotgan bo'lsam, shu sohaga qiziqishga. Shogirdlar to'g'risi chiqargani hech vaqtim bo'lmadi. Ishimiz juda ham ko'p. Lekin bularga ham xafa bo'lmasin deb qiziqqanlar uchun kurs yozyapman hozir, buxgalteriya kursi. Agarda uydan o'tirib ishlamoqchi bo'lsa, ayollarimiz, qizlarimiz olib, o'qib, shu sohada rivojlanishlari mumkin. Juda ham yaxshi, ya'ni o'quv qo'llanma aynan shu soha bo'yicha chiqarmoqchisiz, shuni ustida ishlayapsiz. Bu bitgandan keyin bizni vatandoshlarimiz qaysi tilda, bu o'zbek yoki rus, qaysi tillarda chiqaryapsiz? O'zbek tilida, rus tillarida ham bo'ladi, ko'proq o'zbek tilida, chunki iloji boricha shu o'rgangan ilmlarimni, bilimlarimni, tajribamni o'zimiz tilimizda oddiygina qilib tushuntirib berish. Juda ham yaxshi. Agar sizga taklif bo'lsa, kelajakda mana shu shogirdlaringiz
offlayn tarzda ham yoki onlayn tarzda ham hozir bu juda yo'lga qo'yilgan. Darslar o'tib bering desa, kelajakda shuni ham rejalashtirmoqdamisiz? Kelajagida bor niyat. O'zimdan shogirdlar qoldirish bor. Juda ham yaxshi. Nazokatxon, Amerikaga kelib, mana shu paytgacha yashagan davringizda, ish faoliyatingizda qanday xatoliklarga yo'l qo'ygansiz? Yangi bu yerga ko'chib kelganimizda ko'p vatandoshlarimiz shu IT sohasida o'qishayotgan edi. Chunki bitirgandan keyin 5-6 oy masalan o'qib bitirgandan keyin $100,000 ko'p yiliga oylik olasan deyishsa, juda ham qiziqqanman IT sohasiga, shu kompyuter sohasiga. Men ham shunda o'qib ko'raychi deb o'qiganman va bundan juda ham afsuslanganman. Birinchidan menga yoqmagan, men yoqtirmagan soha. Siz agarda bir sohani yoqtirmasangiz, siz unga rostdan ham ko'ngil bera olmasdan o'qishingizni ham oxirigacha o'qigingiz kelmaydi, bu sohada rivojlangingiz ham kelmaydi. Va u vaqtda buxgalter bo'lib ishlayotgan edim. Oyligim unchalik baland emas edi. Lekin shunga qaramay IT sohasini tashlab, bu fikrdan qaytib, o'zimning sohamda yana ham kuchliroq bo'lishga qaror qilganman. Chunki bilganman, agarda sohamni, sevgan sohamni kuchli mutaxassisi bo'lsamgina katta darajalarga, yutuqlarga erishishim mumkinligini. Ya'ni IT sohasi men uchun emas, men uchun emas ekan. Yetgansiz. Juda ham yaxshi. Va to'g'ri qilganman ekan. Eng katta yutuqlaringiz hozirgi kunda mana shu shuncha yildan beri erishgan eng katta yutuqlaringiz? Bu yil mana yilning eng yaxshi CPA buxgalteri sertifikati berishdi vatandoshlarimiz. Bu men uchun juda ham katta yutuq. Bu yutuqqa erishish uchun juda ham katta mehnat qilganman. Va umid qilamizki, buyog'iga ham yaxshi sifatli xizmatlarimizni taklif qilishda davom etamiz. Nafaqat sifatli xizmat, balkim haqqoniy va halol. Bu juda ham ahamiyatli. Juda ham to'g'ri. Nazokatxon, yuqorida aytib o'tdingizki, aynan Texasda ko'p yillar yashadik va hozirgi kunda Ohio shtatiga, Cincinnati shahriga ko'chib o'tdim dedingiz. Bunga sabab nima? Bu yerda vatan tuyg'usi, ya'ni sog'inchi sal bo'lsa ham ozayar ekan. O'zbeklar ko'pligiga, atrof muhit tozaligi, havosini o'zi juda ham yaxshi. Dallasda o'zbeklar juda ham oz edi. Qizlarim uchun ham, bolalarim uchun ham juda ham foydali bo'ldi. Shu o'zbekona muhitda katta bo'lishi biz uchun juda ham ahamiyatli edi. Va ko'p yillar davomida mijozlarim, shu Ohioda mijozlarim iltimos qilishardi ko'chib o'tishimni. Axiri so'zimizdan chiqdi, mana sizlar uchun ko'chib keldim. Ya'ni oilangizni va farzandlaringizni kelajagi uchun aynan Ohio shtatini, Cincinnati shahrini tanladik. Men ko'p shtatlarga borganman, lekin eng yoqtirganim shu Cincinnati, Ohio bo'ldi. Juda ham yaxshi. Mana endi esa Nazokatxon, Amerikaga yangi kelgan vatandoshlarimizga aynan tavsiya va maslahatlaringiz o'z sohangiz bo'yicha. Soliq deklaratsiyalaringizni o'z vaqtida to'ldiring va topshiring. Даже soliqlarimni to'lashga hozir imkonim yo'q deb aytishadi. Nimaga masalan yillar davomida topshirmadingiz deb so'rasak, taksda soliqni to'lashga imkoningiz bo'lmasa ham topshirishingiz shart. O'z vaqtida topshirilmagan soliqlar uchun har oy jarima yozilaveradi. Biznesingizga ham, o'zingizga ham. Shuning uchun topshirish o'z vaqtida birinchidan. Ikkinchidan, mutaxassis tanlayotganda adashib qolmang. Kim ko'p pul chiqarib beradi deb emas, kim ishini to'g'ri qilib beradi. Ertaga tinch uxlashim uchun, davlatdan hech qanday muammolar bo'lmasligi uchun deb tanlashingiz kerak. Chunki kelajagingiz shu soliq deklaratsiyani deb ham o'zgarib ketishi mumkin salbiy tomonga. Hammangizni shu soliq mavsumidan yaxshi o'tib olishni tilab qolaman. Nazokatxon, kattakon rahmat bugungi mazmunli va kerakli suhbatingiz uchun. Kelajakdagi ishlaringizga omad va rivoj tilaymiz. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Hurmatli vatandoshlarimiz uchun esa soliq mavsumida murojaat etishlari uchun haqqoniy va sertifikatga ega bo'lgan mutaxassisimizning kontaktlarini
izohlarda qoldiramiz. Sog' va omon bo'ling. Soha mutaxassisi bilan o'tkazilgan suhbatimiz vatandoshlarimiz uchun kerakli bo'ldi deb umid qilamiz. Xulosa esa o'zingizdan. Bizni kanalimizni kuzatishda davom eting. Ayol aziz muqaddasdir, nozik xilqat hech shubhasiz.